Dangas erinchoq ustaligi uchun yengillikni olib kelib qo'yganmiz. Mana smesitilli gaykasini rakvinan tagida qiynalib qotirishingiz shart emas. Mana bunaqa krepleniya kelgan. Uni shunday bosib 2 marta burab qo'ysanglar bo'ldi, qotadi. Rangi oranjiy bo'lgani bilan bu mo'ykan tagida qoladi, baribir ko'rinmaydi. Xo'p. Keyingisi mana bunaqa udilnitillar kelgan. Bu qattiq ishlaydi. Mana bunaqa ichi rezbasi chuqur bo'lgan smesitillarni slankasini kulush tiqib burashda ancha qiyinchilik paydo bo'ladi. O'shanda mana udilnitilni taqib turib mashinani naqsinglar endi bemalol kuch bilan tashqari tarafidan qotirib qo'yish mumkin. Ancha osonlashdi. Mana bunaqa chashkalar kelgan. Montajda esdan chiqib qoladigan bo'lsa, montaj bo'lgandan keyin bemalol taqib qo'ysa bo'ladi. Bu sushilkaga ham, smesitilga ham ishlayveradi. Chunki rezbasi universalniy, mana bu yerda ochib olsa bo'ladi malarni. Pichoq bilan ochib 15-20 rezbaga ham ketaveradi. Chuqur chashka. Undan keyin mana bunaqa eksentriklar kelgan, transformer varianti. Ozgina adapterlar qiyshuvroq chiqib qolgan bo'lsa, mana shu orqali bemalol to'g'rilab tekis qilib qo'yish mumkin. Mana bunaqa uzayadigan varianti, uzunlashadigan variantini, undan ham uzunroq bo'lgan varianti. Bu ham yana uzunlashadi. Kompleksida mana bunaqa shestigranli kulichlari, hamma narsasi bor. Bu mahsulotlarni foyda uchun emas, qulaylik uchun olib kelib qo'ydik. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Ders.